ular yonib ketishi mumkin. Sensorlar atrof muhit yoki obyektdagi fizik o'zgarishlarni aniqlaydigan qurilmalardir. Ular yorug'lik, namlik, harakat va gaz kabi omillarni o'lchash uchun ishlatiladi. Misol tariqasida MQ2 yokida gaz sensorini ko'rib chiqamiz. Uning ishlash prinsipi juda oddiy. Sensorning ichida qizdiriladigan metall oksidi qatlami mavjud. Bu qatlam gaz bilan reaksiyaga kirishganida uning elektr qarshiligi ortadi. Ushbu qarshilikning o'zgarishi elektr signali sifatida qayd etiladi va natijalar analog yoki raqamli ko'rinishda hosil bo'ladi. Uning aniqlik darajasi deyarli 92%. Ha, yana bir narsa, kuchlanish qancha katta bo'lgani sari havodagi gaz miqdori shuncha yuqori bo'ladi. Qolgan sensorlar ishlash tartibi ham xuddi shunga o'xshash. Ha, eng muhim narsa esdan chiqdi. Ushbu sensor 5 volt kuchlanishda ishlaydi. Agar undan oshib ketilsa,